Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun efirda shu ijtimoiy tarmoqda Abdulla Sabirov Tezkor media kanalida bizni kuzatib boryapsizlar. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p norozichiliklar sabab bo'layotgan san'atkorlarimizga qo'yilgan soliq bo'yicha norozichiliklar bildiryaptilar. Mana hozir shuni ko'rib o'tamiz. Bu yerda har xil fikrlar bildiryapti. Şu fikirlerni bilimimiz yetgancha huquq bo'yicha, yana iqtisod bo'yicha sharhlab o'tamiz. Endi nimani sharhlaymiz bu yerda? Soliq degan narsa o'zi nima? Soliq degan narsa bu qadim zamondan masalan şu inson hayotga kelibdi, narsani bilib o'zining shakllanishidan bo'lib kelayotgan narsa bu. İbtidoiy tuzumdan keyingi vaqtlardan soliq xalqimiz o'rtasida keng tarqalgan narsa. Buni oldin nima deganlar? Oldin meni bilishimcha biz Xorazmda pitira deydi. Pitira hisobida o'zining daromadidan, o'zining qilgan daromadidan, foydasidan kelib chiqib shu tarqatilgan. Keyingi vaqtlarda zaman rivojlanishi vaqtlarida mana tizimlar o'zgarib kelib turib, soliqlar mana paydo bo'lgan. Endi bu soliqlar paydo bo'lgandan keyin o'zi soliqlar nima uchun yig'ilib olinadi? Soliqlar yig'ib olishdan maqsad davlatni tizimli yurgizish uchun. Masalan bu yerda meditsina bor, farzandlarimizni o'qishlari, ta'lim olishlari bor, mana infratuzilma yo'l masalalari bor. Endi ko'p buni aytib o'tiradigan juda ko'p. Lekin shular uchun soliq berishimiz o'zi majburmiz. Soliq yig'ilishi kerak. Endi iqtisod sifatida aytadigan bo'lsam, soliq davlat iqtisodiyotining asosiy o'zagi. Shu bo'lmayincha davlatimizning ko'p tarmoqlari bu narsasiz, masalan, mana oxirda bizga qaraganimizda to'laydigan pensiya jamg'armasi ham shu soliqning bir qismidan jamg'ariladi. Endi buni uzoq hozir gaplab o'tirishning nimasi yo'q, lekin endi men san'atkorlarning norozichiligi bo'yicha o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Bu yerda mana aytib turibdi, ma'nosini tushungan bo'lsangizlar, meni o'zim nimaga ilova kiring, solig'ingizni o'zi bir boshqa ma'noda qilyapti. Endi tushungan tushunadi. Mana tushungan bo'lsangizlar, mana solig'ingizni to'lab beraman deyapti bitta yigit. Shu yerda lekin solig'i endi bu san'atkorlar to'lash kerak bo'lgan soliqlari o'zimning bilimimcha sharhlashga harakat qilaman. Bu san'atkor degani o'zi keyingi vaqtlarda kimi san'atkor ekanidan bilmaymiz. San'atni show biznes deydi. Masalan, biznesni aylantirib turib, biznes san'atkoring, aniq san'atkoring ham bu yerda aniq nimasi yo'q. Lekin san'atkorlaring haqiqiy san'atkor bilan biznes uchun bu yerda yana hozir norozichiliklar qo'yib o'tamiz, ko'rasizlar, fikrlab, shular sharhlashga o'tamiz. Endi san'atkor yulduz ma'nosida aytadigan bo'lsak, yulduz deb bizlar aytamiz. San'atkorlarimiz mana Xorazm yulduzi, Respublika yulduzi. Masalan, san'atkorlarimizni hammada yuksaklarga ko'taramiz. Yulduz deymiz. Shu yulduzlikka da'vogarlik qiladi bular. O'zi yulduzmi bular? Nima o'zi? Bu san'atkor deyish ham emas. Ana endi soliqlar bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, oldingi san'atkorlarning qilgan xatti-harakatdan san'atkorlar qanday bo'lgan o'zi? Qanday soliq to'langan? Qanday bular
san'atkorchilikka qanday daromad qilgan? Masalan, Komiljon Ataniyozov, Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonovlar birinchi shu oldingi yillarda biz hukumat soyuz vaqtida bu narsalar e'tibor kuchli bo'lgan. E'tibor kuchli bo'lgani uchun u yerda dogovor qilishdan ular o'zini tiygan. Dogovor qilishdan. Masalan, hozir yana 10 ming dollar, 5 ming dollar kamida to'ylarga san'atkorlarimiz chiqadi. Bir kunda bir kelib ketishi san'atkorlarimizning 5 ming, 10 ming dollarga. Lekin oldin Komiljon Ataniyozovlar shu vaqtlar ansambullar bo'lgan, nimalar bo'lgan, ularga borib birov to'yingga yur desa, dogovor qilishga qandaydir ular qonundan chiqmasdan dogovor qilmagan. Kelgan, masalan, to'yga kelgan, zaqasi olgan, to'yga kelgandan keyin shunga xalqning qistir deydigan, shu vaqtda qistiradigan pullaridan boricha olib, o'zlaricha qisman olib ketgan, qismlarni Komiljon Ataniyozov, masalan, Otajon Xudoshkurovlari biz yosh bola vaqtimizda ko'rganmiz. Shu tushgan pullari ham shu xonadonga berib ketgan, ko'plari. Ko'p qismini berib ketgan. Hozirgi vaqtda yulduzlarimiz bu degani baribir shu xalqning yetar yetmas qismini himoya bo'lishi uchun, shunday nima bo'lishi uchun shu pullari o'zlariga berib ketgan holatlari bor. Lekin hozirgi yulduzlarimiz o'zini yulduz hisoblaydi osmonlarda, lekin hech qanday soliq to'lashdan qochib kelganlar. Davlatimiz ham bu narsaga shuncha yillar e'tibor qilmasdan keldi deb o'ylayman. Bu patent degan narsa, patent haqida ozroq aytib o'tamiz. Demakki, yakka tartibda xizmat ko'rsatgan yakka tadbirkorga patent mumkin. Lekin yulduzlarimiz yakka tartibda xizmat ko'rsatmaydi-ku. Bular xizmat ko'rsatish tartiblarini o'zim ham yoshligimda san'atkorchilik bilan ozgina shug'ullanganman. O'qigan vaqtlarimda, student vaqtimda. Shuning uchun bu tartiblarni ozroq bilaman. Shuning uchun bular hozirda 10 ming dollar bir kunda dogovor qilib daromad oladi. Endi shu qismini ozroq tushuntirishga harakat qilaman. 10 ming dollardan qancha xarajat qiladi? Masalan, 7-8 kishi bo'lib keladi to'yga kelganda to'ydagi endi daromadlari bo'yicha bo'lyapti. Bir de to'yda 7-8 kishi bo'lib kelgandan keyin shularga qisman pulni tarqatadi. Tarqatgandan keyin daromad o'ziga qoladi. Bundan soliq to'lamaslik degani soliqdan yashirish bo'ladi. Bu qonun bo'yicha ham og'ir jazolar olib keladi. Chet davlatlarda masalan eng jazoning og'iri soliq to'lamaslik. Militsiyadan qo'rqmasligi mumkin, boshqa bir prokuraturadan yo hokimiyatdan qo'rqmasligi mumkin xalq, lekin soliqchidan qo'rqadi. Nimaga deganda qonunlar og'irlashtirib qo'ygan. Ana shu uchun ham bizda hozir soliqchilarimiz da men ko'pdan aytib kelyapman bu narsani. Bozor iqtisodiyoti shaklida davlatimiz ish yuritadigan bo'lsa, soliq politsiyasi bo'lishi kerak. Soliq politsiyasi shu narsalar ertang bu qonunni chiqarib, qarorlar chiqarib, men bilan ular nazorat qiladigan organ yo'q. Qisqaroq aytib o'taman, soliq politsiyasi joriy qilish kerak. Bularni nazorat qiladigan. Bu bitta san'atga, bugun san'atkorlar haqida ozroq gaplashamiz, lekin boshqa sohalar bo'yicha ham boshqa chiqishlar qilamiz, xudo xolasa. Iqtisod sifatida o'zim oliy ma'lumot iqtisodchiman. Bu huquqbon bo'lib ham ko'p yillar xizmat ko'rsatganmiz xalqimizga, lekin shu soliq bo'yicha mana norozichiliklar bo'lib turgani bo'yicha hozir yana fikrlarini eshitamiz bo'lmasam. Bu yerda ko'plari mana ijtimoiy tarmoqda shularni ozroq sharhlashga harakat qilamiz.
Amma san'atkorlar endi soliq to'larkan, to'ydan san'atkorlar soliq to'larkan deb gap chiqyapti. Qaror chiqibdi. Bitta gap aytaman sizlarga jigarlar. Bizlarda ham ancha-muncha san'atdan xabarimiz bor. Mahalliy hofizlar bo'lsa, mana bu 200-300 dollar hofizlar bo'lsa, sal qiyinlashadi. Mayli, ularda ham to'yi bo'lishi mumkin, kam bo'lishi mumkin. Lekin mana bu xizmat ko'rsatgan artist, zvezdalar, ya'ni taniqli san'atkorlarga telefon qilinglar. Bitta aka 10 ta ashula aytib keting. Bitta tabrigimiz bor, shu viloyatda 4000, 5000 dollardan keladi. Nahotki bir 200-300 dollar davlatga soliq to'lanmaydi. Hammasi Instagramda soliq taxmin qilaylik. Uyalmaysizlarmi? Kostyum galstukchani taqib yuribsizlar. Taglaringda 200 ming, 300 ming dollarlik maoshin. Kreditimiz bor unda. Ha, kreditlaring bo'lsa, bir oyda 20 ta to'ylaring bo'ladi sezonda. 5 ming, 6 ming dollardan chiqasizlar. U 70 ming, 80 ming dollar ketadi. Halollaring bo'lsin. Nahotki davlatga soliq nalogini to'lolmaysizlar. Uyalmaysizlarmi? Salginamda hamma gapirib chiqyapti. Yana kim vohoy ko'za xizmat ko'rsatgan artistlar gapirib chiqyapti. Bitta tabrikka telefon qilsak, aka 2000 dollardan kelasizlar 10 ta ashulalaringga. Nahotki davlatga bir soliq to'lolmaysizlar, uyalinglar bunaqa gap gapirib chiqishdan, xizmat ko'rsatgan artistlar mayli, mahallani hofizlari, mana bu taniqmas xalturnchik to'yda yurayotgan hofizlar mayli, ular o'z yo'liga. Men zvezdalarga gapiryapman, mana bu televideniyada o'z muxlislarga ega bo'lgan, kliplari bor, xizmat ko'rsatgan artistlar. Uyalmaysizlarmi? Soliq to'lamaymiz. O'zi bizga kreditga, qani kreditga yashaysizlar? 100 ming dollar taglaringda taxominasizlar, BMWda, Mercedesda yurasizlar, Toshkentdan qo'sha uylaring bor. Salgina uyat kerak, akalar, gap egasini topadi. Salgina uyalinglar, bitta to'yga 5 ming, 6 ming dollarga kelasizlar. Yana Samarqandda Stavkazadinni, Surxondaryonikadinni, Toshkentda sizlarni 5 ming dollarga hech kim chaqirmaydi. Faqat viloyatda odamlarni chaqiradi sizlarni 5 ming, 6 ming dollarga. Toshkentda yurasizlar 500, 600, 700 dollargacha. Lekin viloyatga chaqirsak 5 ming dollar, 6 ming dollar. Admini ko'tara, aka to'y bor Samarqandda desak 7 ming dollar. Nima deyapsiz? 7 ming dollar 90 million, 85 million pul bo'ladi. Nahotki shuni ichidan nalog to'lanmasanglar, uyat bo'ladi akalar, uyat bo'ladi. Gap egasini topadi. Salomat bo'ling. Bugungi eng yaxshi eshitgan xabarim bu san'atkorlarga solingan. Mana bittasini sharhlaydigan bo'lsak, mana bu yigitimiz bu yerda to'g'ri gapirib o'tdi. Lekin sal ozroq baho berib o'tdi shu ham deyman. Haqiqatdan 100 ming dollar, 200 ming dollar, 500 ming dollar, 1 millionlik uylar haqida ketyapti hozirda gap. Shu bularga hali soliq joriy qilib, endi kech soliq joriy qilib turibdilar. Bularning shu uylarini qaytadan nima dedi, bir hisob-kitob qilib, shular bu deklaratsiyasini so'rab turib, shularga ham soliq qo'yish kerak o'zi. Qonun bo'yicha qayerdan shu narsalar yig'ildi? Shu paytgacha topgan shu mulkdan daromad solig'i to'landimi? Ya bo'lmasa qandaydir soliqlar to'landimi? U patent degan narsani aytishi mumkin. Ko'plari hozir bu inson hukumatga qandaydir paxta qo'yish yo bo'lmasa bir nima qilish degan nimalar ham yozishlari mumkin. Shuning uchun o'ylanib yozinglar. Men xalqning tarafida turgan bitta fuqaro sifatida o'z fikrimni bildiryapman, iqtisodchi sifatida. Bu soliq degan narsa sizning pulingiz. Farzandlaringizning puli. U puli 7 ming dollar, mana aytyapti, 6 ming dollar fuqarolarimiz beryapti. Lekin qancha yig'ib turib shu davlatning aylanma mablag'idan daromad qilyapti. Undan soliq to'lashga majbur. Majbur bo'lgandan keyin bu narsa shu farzandlarimizning maktabi uchun, sog'ligi uchun, sog'liqni saqlash uchun, mana yo'llarimiz uchun, mana pensiyalarimiz pensiyasi uchun, boshqa narsalar uchun to'lanadigan bu soliq bu. Buni hech kim qochmaslik kerak. Endi buni qisqaroq shu yerda bir fikr bildirib o'tish joiz deyman. Masalan, oldin biz yosh vaqtimizda bitta tovuqdan bo'lsa, tovuğunun tuqqan shu tuxumidan ham soliq olingan. Sigir bo'lsa, sigirdan sog'liq sigir bo'lsa, shundan may topshirgan. Bizlar tilimizda yog' deydi. Yog' topshirgan. Men shu vaqtda iqtisodchi bo'lib jamoat xo'jaligiga kelgan vaqtimda
fuqarolar yig'inda o'tsa sho'ra deydi, sho'ralar shuni yig'ib beradi dedi. Lekin mustaqil bo'lganimizdan keyin bu narsalar unutib qoldirildi ko'p vaqt. Sigirdan to'lasa, tavuqdan to'lasa, lekin 7 ming, 10 ming dollardan soliq to'lamasa. Endi buning qiziq joyini aytamiz. Bu yerda patent bilan yakka tadbirkorchilik qilish mumkin. Sen yulduzman deb yuribsan. O'zbekistonda shunchalik seni hurmat qilib, yulduz darajasiga ko'tarib kelgan xalqing haqqini to'lab qo'y. Bu soliq xalq haqqi. Bu davlat soliqqa moslashtirilgan davlat. Shuncha joning chiqib ketdi masalada. Hali keyin sana shuncha yil boylik orttirib olding. Endi ana sen jamoa bo'lib turib bu yerda, jamoa bo'lib turib to'yga borib tursan. Buni qanday qilsa bo'ladi? Hali buni ham yengilroq qo'yishi mumkin davlatimiz. Yo'q, buni boshqacha tartib qilish kerak. Masalan, mana ijtimoiy tarmoqda 4 yil bo'ldi. Shu ijtimoiy tarmoqda prezidentimizga ishonib turib, o'zim o'qadan o'tkazib turib, shu blogerchilik, jurnalistchilik nimasini, jamiyatini ochdim. Men jamiyat ochib turib, birava xizmat qiladigan bo'lsam, masalan jamiyat ochdim, lekin men daromad topaman, oyiga 5 million pul topishim mumkin. Masalan, unchalik ko'p nima qilishga, pul olishga, masalan, endi nima emasmiz, boshqa nimalar qilyapti, lekin qilishi mumkin. Shucha aytayapman, mayli. Bular ham jamiyat ochsin. Mas'uliyat cheklangan jamiyat ochsin. Yo bo'lmasa, oldingidan ansambellarga birlashsin. Ansambelga borib turib, zakaz qilish kerak. Shu o'zini tushgan pulidan o'ziga masalan shu shartnoma bilan nima qilsa, yo bo'lmasa o'zi 7-8 ta a'zosi bor. Bu san'atkorlarning shularni o'zi jamiyat qilish kerakda shartnoma bilan. U ham fermerga o'xshab, mas'uliyat cheklangan jamiyatga o'xshab tushgan pulini aylantirib o'zini soliqini to'lab qo'ysin. Buni xalqimiz ularni himoya qilib chiqayotganlar ko'plar himoya qilishi mumkin. Men hech qachon xalq tarafida turganman. Hamisha xalq tarafida turib kelganman, lekin bu safar ham xalq tarafida turibman mana. Shu aytib o'tirgan so'zlarim xalq uchun foydali. Buni oldinroq qilish kerak edi. Oldinroq qilish kerak edi. Eng katta pulimiz bizning yig'ayotgan xalqimizning puli san'atkorga ketyapti. Fakat to'ylarga ketyapti. Hali bu to'yxonalar bo'yicha yana bir chiqish qilamiz. Hozir endi uni to'yxonalar ham qo'shadigan bo'lsam, uni fikrlarim bor. Keyin sizlar bilan o'rtoqlashamiz buni. Mana endi yana bitta hozir bu yerda san'atkorimizning fikrini ne qilamiz? Yana buni ishlasizlar hozir. Mana men yana bu yerda bu yigitni sizlar yaxshi tanisizlar, mana ovozdan tanishingiz mumkin. Bu boshqa bir ekan, buni oldin ishlaylik, keyin izdan qo'yamiz. Chunki bular birinchidan mehnat qilmaydi. Ikkinchidan bema'ni narsalar juda ko'p bular ijotlari. Juda ham eng yaxshi qaror bo'lgan. Assalomu alaykum. Mana san'atkorimiz. Mana shu soliq departamentining chiqargan qonuni yoki chiqarmoqchi bo'lgan qonuni bo'yicha juda ham ko'p Samandar Hamraqulov fikrini eshitdik. Soliq borasida. Soliq sochishdan biz san'atkorlar, soliq to'lashdan biz san'atkorlar qochmaymiz. Mayli. Hech qachon. Lekin san'atkorlarni topish manbai faqat to'y. Ular rasxod qiladi, pulga xarajat qiladi, falon ming dollarga klip oladi, shular qiladi. Qat'iy nazar bu to'g'risida ko'p gapirildi. Lekin xalqda to'y bo'lsagina shu pulini qoplaydi yo qoplamaydi yoki qarzga chiqadi. 2-3 yildan beri 5 yillab qarz to'layotgan san'atkorlar bor hozirgacha. Hech foydaga chiqolmaydi. Kambag'allashib ketdik. Na albom, na boshqa, chunki boshqa topish manbai yo'q, faqat to'ydan pul topish manbai. Shuning uchun men o'ylaymanki, soliq qo'yayotgan paytda har tomonlama o'ylab, hisob kitobini qilib turib
qo'ygan ma'qul deb o'ylayman. Soliqdan qochadigan joyimiz yo'q. Chunki Mana shu yerda ozroq sharhlab o'tamiz. Mana aytyapti, eshityapsizlar. Biz boshqa yerdan men topadigan hech qanday daromadimiz yo'q. Biz qandaydir nimalarga to'laymiz, kliplarga to'laymiz, boshqasiga to'laymiz. Endi men yana bir tadbirkorchiligim bor hozir. Fermer xo'jaligim ham bor. Iqtisodchi bo'lganimdan keyin fermer xo'jalik ko'pdan beri men fermerman. Endi bular bilan sharhlaymiz shuni. Buning xarajati bilan fermering xarajatini sharhlaymiz. Fermer xo'jaligi yilning boshida yilning qishi bilan ariq qazadi sovuqda. Sovuqlarda ishlaydi. Bahor kelgandan keyin endi uning xizmatlari, xarajatlarini aytadigan bo'lsak, bechora yil 12 oy xizmat qilib turib, yilning oxirida daromadni oladi. Daromadi olgandan keyin u qoplaydimi? Qoplamaydimi? Mana shu uchun ham men chiqdim bugun. Shuni aytaman deb. Mana fermer ham tadbirkor, tadbirkorchilik ochib bankdan pulni aylantiradi, tushgan pulni, daromadining pulni aylantiradi. Shuncha xarajatlari qiladi. Endi unga ketadigan xarajatlar oxirida lekin fermer hozir bu yigit aytadi, ma'naviy biz oziqa beryapmiz dedi. Sen ma'naviy oziqa emas hozir. Seni berayotganlaringiz ko'plaringki bu ma'naviy oziqa deb aytib bo'lmaydi. Endi uni aytadiganimiz juda og'ir bo'lib ketmasin. Lekin fermer moddiy oziqa beradi. Moddiy oziqani yetishtirib seni yeydigan guruchingni, seni egniga bo'ladigan masalan paxtani yetishtirib shuni davlatga dollarga sotishga harakat qiladi. Shuncha qiynaladi. Lekin unda bor soliq. Endi aytaman, qanday soliqlar bor? Kimni himoya qilish kerak o'zi davlat? Yulduzlarimi, san'atkorlarni yo dehqonlarni, shu qora mehnat etadigan xalqi nima qilish kerakmi? Himoya qilish kerakmi soliqdan? Soliq degan narsada bir aniq bir nima bo'lishi kerak. Fermer xo'jaliklarimizni hozirgi kundagi soliqlari sanab beraman. Daromad solig'i, masalan, bu yerda yer solig'i, nima dedi? Mana bu endi indesli nimalarda indesli solig'i, suv solig'i, agar mana unday imoratlar bo'lsa, imoratlar qo'yilgan soliqlar, bu shuncha soliq bor. Bu qanday foyda qilar ekan fermer xo'jalikdagi dehqonlar? Bunga ham e'tibor salgina bu san'atkorlarimiz uyalsa bo'ladi to'g'risi. Men hozir ko'rib o'tirib, men ko'pdan chiqmayman o'zi. Har vaqtda chiqaman. Shunday bir qiziqarli nimalar bo'lib qolsa, iqtisodiyotga taalluqli bo'lsa, hamda huquq masalalari bo'lsa, shu bo'yicha chiqishlarimni qilaman. Meni fikrim mana hozir Samandaring nimasini nimalarni eshitamiz.